Assalomu alaykum aziz obunachilar va kuzatuvchilar. Hammalaringizni mana kirib kelgan Ramazon oyi bilan men tabriklamoqchiman va mana hozir kelayotgan 8-mart bilan ham hamma O'zbekiston ayollarini men butun Techno City jamoadan va shaxsan o'zim nomidan men tabriklamoqchiman. Va shu munosabati bilan 8-mart uchun bizlar do'konimizga ko'p narsalarga skidka qildik va ko'p narsalarni podarkaga olib keldik. Hurmatli erkaklar, mana agar siz podarkaga nima olayotganingizni bilmayotgan bo'lsangiz, kelib bemalol bizlar Techno City do'kondan kelib olib ketsangiz bo'ladi. Mana bizga juda ham podarka naborlar ko'p keldi. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek Dyson fenlar originallari mana bu yerga podarka upakovkaga tayyor. Shunday kelib olib ketsangiz bo'ladi. Bu yerda mana qolgan boshqa fenlar ham bor. Bu yerda Babyverse, mana bu yerda esa boshqa fenlar, mana bunaqa двойной fenlar ham bor. Xohlasangiz agar bunga komplekt kerak bo'lsa, mana bu yerda komplektdan bor. Bu 4 vodnoy fenlari. Va juda ham hozir chiroyli podarkachalar, mana bu yerda raschoskalar keldi. Bu yerda komplekt, mana bu yerga birdan zakolka pakolkalari bilan. Bu ham firmasi shu ko'rib turganingizdek Dyson firmasi. Dyson firmasi har xil ranglardan iborat. Xohlasangizga mana bunaqa paketga bo'lgan fenlar bor. Assortiment juda ham katta. Oshxona uchun ham mana bemalol nima texnika va posudalar kelib bo'lsa, kelib bizlar do'kondan olib ketsangiz bo'ladi. Mana bu yerda namakonlar, saxarnica, pichoq naborlari juda ham ko'p kelgan. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek cho'mich naborlar bor. Xohlasangiz har xil rangdagi iborat. Mana temirliklar ham bor. Bemalol kelib olib ketsangiz bo'ladi. Assortiment juda ham katta. Mana bu yerda posudalar ham afg'ondeklari, mana bu yerga choyniklar ham kelgan. Juda ham assortiment ko'p. Qaytib aytaman, bu 8-mart tufayli hamma shu nabor podarkalarimizga chegirma ketyapti. Bemalol kelib ko'rib ketsangiz bo'ladi. Sizdan kerakli narsa faqat shu kanalimizga obuna bo'lib, bitta like qilsangiz bo'ldi. Aziz obunachilar, video yoqqan degan umiddaman. Like va podpiskalarni ayamang. Eslatib o'taman, bizning aksiya 4-martdan boshlab 10-martgacha davom etadi. Shoshilib qoling. Mahsulotlarning soni cheklangan. Bizning manzil esa Samarqand shahar Mirzo Ulug'bek 9-uy, Mo'ljal Marmar bozor Kirtiringlikni orqasida. Batafsil ma'lumot uchun men pastda nomer telefonlarini qoldiraman.